Güzel axloq. Axloq insonning ruhida yerlashib, odatga aylanib qolgan qiliqlardir. Axloq kundalik turmushda chetiladigan doirasining kengligi, umumiyligi, roli, ta'siri va tarbiya jihatdan ma'naviy kuchlarning sarxili hisoblanadi. İnsanlarning moddiy va ma'naviy ikki tarafi bor bo'lib, ularning moddiy tarafi tan, ma'naviy tarafi ruh deb ataladi. Ruhni ko'rgili bo'lmaydi, ammo inson ruhining ta'siri bo'lgan axloqni ko'rgili bo'ladi. Axloq, go'zal axloq va nachar axloq deb ikkiga bo'linadi. Go'zal axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatga va butun insoniyatga foydali bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uyg'un kelgan va dinimizda buyurilgan ishlardir. Bu islomiy go'zal axloqmi deyiladi. Go'zal axloq doirasiga kiradigan yaxshi ishlar va odatlar intayin ko'p. Masalan, har ishda to'g'ri, adolatlik, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, sevgi vafoliq, iymon, e'tiqodliq bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ota-onaga vafodor, urug' tuqqanlarga ko'yimchan, qo'shnilarga apuchan, hayvonlarga rahimdil bo'lish, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash, xatoligini dodil e'tirof qilish, adablik, jasoratlik, sexiy, mard, pokiz, madaniyatlik, ko'ksi qorni kang bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, nomusni saqlashni bilish, vatanga, xalqqa va butun insonlarga manfaatlik bo'lish va boshqalar. Nachar axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatimizga va butun insoniyatga ziyonli bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uyg'un kelmagan va dinimizda to'silganliklardir. Nachar axloqning turlari intayin ko'p. Masalan, yolg'on aytish, aldamchilik qilish, harom yeyish, ota-onani qaqshitish, oilasidagilarni ranjitish, qo'shnilarga azor berish, xizmatdoshlarga cho'ngchilik qilish, boshqalarga dushmanlik qilish, tuhmat qilish, ko'ralmaslik, qo'rqinchoqlik, so'zida turmaslik, hayvonlarni qiynash, o'rinliq, tamaxo'rlik, fursatparastlik, fitnaxo'rlik, g'ayvatxo'rlik va boshqalardir. Go'zal axloq iymonni takomillikqa elib boradigan va uni kuchlantiradigan omildir. Daraja jihatda axloq bilan iymon bir o'rinda turadi. Payg'ambar alayhissalom go'zal axloqning ahamiyatini bayon qilib, iymoni eng komil mu'min, eng axloqli kishidir deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Allohning nomi bilan qasam qilamanki, undaq odam mu'min bo'lolmaydi degan so'zni 3 qitim takrorlagan. Bu vaqtda sahobalardan biri uningdan: "Ya Rasululloh, u qandoq odam?" deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom qo'shnisi uning avorchiligidan xotirjam bo'lolmaydigan odam deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom: "Men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim" degan. Go'zal axloq doirasiga kiradigan yaxshi ishlar va odatlar intayin ko'p. Masalan, har ishda to'g'ri, adolatlik, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, sevgi vafoliq, iymon, e'tiqodliq bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ota-onaga vafodor, urug' tuqqanlarga ko'yimchan, qo'shnilarga apuchan, hayvonlarga rahimdil bo'lish, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash, xatoligini dodil e'tirof qilish, adablik, jasoratlik, sexiy, mard, pokiz, madaniyatlik, ko'ksi qorni kang bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, nomusni saqlashni bilish, vatanga, xalqqa va butun insonlarga manfaatlik bo'lish va boshqalar.